Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Hozir biz Qo'qon bozorini Stanka bozorning ichidamiz. Qo'qon shahridagi Stanka bozorining ichidamiz. Bir opamiz ishlarimizda chiroyli video qilib qo'ying deydi. Shunga to'xtab chiroyli bir obzor qilyapmiz. Nech puldan opa? 75 joylik ko'ylak. Hammasimi? 75 ko'ylaklar. 75 mingdan ko'ylaklar ekan. Mana shu past qatorlar 75 ming so'mdan. Razmeri qanaqa? 48 dan 54 gacha. Mana halotlarchi? Halotlar 85 ming so'mdan ekan. Tevadagi razmerli ekan, mana pastdagisi standart, ha. Tevadagilar razmerli ekan. Faqat tevani o'zi bular. Emas yo'q. Mana ko'ylaklar ham shunaqami? Bular 100 ming so'mdan ekan bu ko'ylaklar. 95 mingdan qilib berishar ekan. Telefon nomerlari 99 lik nechi? 873 0151 raqamiga aloqaga chiqinglar. Masalan 1 minut bo'ldi.